Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Chinoz tumanidan Yallama qishlog'idan kelganman. Buni meni Namangan viloyati Chust tumanida yashovchi kuyovim Tojvoy aka meni shu yerga olib keldi singlim bilan. Allohga behisob shukr, ular ham shu yerda yotib shifo topib ketishdi. Meni ham shu yerga olib keldi. Mana bugun men oxirgi etapim. Allohga behisob shukr, og'rigan joylarimizni hammasi qoniqarli, yaxshi bo'lib qoldim. Allohimga behisob shukr. Qizlarga ham ming rahmat. Narxlari ham joyida, karmon ko'taradigan narxlari. Xonalarimiz issiq, ozoda, hamma issiq suv, sovuq suv, hamma narsalari yetarli. Ozoda tutishar ekan hamma yog'larini. Allohga behisob shukr, rahmat shu yerga qizlarga. Har kuni kirib davlenamizni o'lchashadi, muolaja qilishadi. Hammalariga rahmat, Muhabbatxonga ham rahmat, Qimmatxonga ham rahmat, Hurriyat opaga ham rahmat, Nazira opamga undan ham katta rahmat. Ular rosa ozodalikka har kuni kelib bizani xursand qilib turishibdi. Hammalariga ming rahmat. Muhiddin tabibga ham rahmat, shu yerlardan joylar ochib qo'yganiga. Allohga behisob shukr, narxlari ham yaxshi. Rahmat, hamma joyimiz yaxshi bo'ldi. Yana bir Xudo xolasa bahorlarda kelib, yana bir muolajalar olib ketamiz.